Öte bahar seyrisini çıqalamızmı? Albatta chiqamiz. Biroq havo raydan oldin ma'lumoti deyilishicha, erta yomg'ir yoqqudek. Yomg'ir yog'sa qiyiq qaydigili borimiz. Qiyiq suv yuziga o'rlab chiqqanda bak tayzi bo'ladi. Qiyiq qaydamdoq, tasodifiy bo'ron chiqib ketib, suv tushib ketsak qandoq qilamiz? Voyjon, sen nimishqa ishlarni yomon tarafigini o'ylaysan? Osmonning o'rlib tushishidan ansirgandek ish-ku bu. Osmonning o'rlib tushishidan ansirmak? Shundoq, qarg'ina hamoqatligingni. Qadimqi zamonda Chi bayligida bir odam o'tgan bo'lib, kun bo'yi tomoqni xotirjam yeyolmay yo tuzuk uxlayolmay bir ishlardan g'am qilib yuridi ekan. Hey, aka, ko'ning kesilingiz yana qo'zg'alib qoldimi nima? Yo'qay. Bosh chayqitilgan ko'mlash yeganmi-ya? Boshroq gap qiling. Zahar chekish qonunga xilof. Undoq ishni hargiz qilmayman. Amsi nima deb to'xtamay o'psilisiz? Men nihoyatda muhim bir masalani mulohiz qilyapman. Odatda kishilar buni hargiz tushunmaydi. Undaqda nimani mulohiz qilyapsiz? Daqiqaga, agar kunlarning birida osmon tuyuqsiz o'rilib tushib, yer o'ltirishib ketsa, men nada turaman. Yer shari gaz jismlarning birikishidan tarkib topgan bir sharga o'xshaydi, hargiz o'rilib tushmaydi. Rostmi? Agar osmon gaz jismlarning birikishidan tarkib topgan shar bo'lsa, quyosh, oy, yulduzlar bir-biri bilan chiqisholmay yerga tushib ketmamdi. Quyosh, oy, yulduzlar yorug'lik chiqaradigan osmon jismlari agar yerga tushib ketsa-mu, odamlarga ziyon yetmaydi. Tushundingizmi? Agar yerga murib tushsa, men nega qasam bo'ladi? Bu yermi ekandim? Yoki bu yermi? Siz nimancha hamoqat? Yer degan tuproqning bikishidan tuzilgan. Hargiz ko'mirilib tushmaydi. O'ylab boqmamsiz. Biz yer yuzida mengish, sakrash degandek har xil harakatlarni qilamiz. To'g'ri. Men buni ajab o'ylamabdiman, ha. Endi to'g'ri bo'ldi. Odam bu dunyoda xushal yashashi kerak. Yangamga deb qo'ying. Biz berib sharab ichib kelaylik. Qandoq aka? Hey, buni kiyib nima qilasiz? Ko'nib qopdiman. Ilgirimi siz chiqsamlar buni kiyib olatdim. To'pilg'ini kiymay, xeli yangilab qoldim. Bu psixikamdagi kasalkan. Asli kayfiyatini tanishib olsamlar bo'ladi ekan. Behuda andisha degan bu ibora ortiqcha andishida bo'lib, o'ziga bosh og'rig'i tepib olgan kishilarga qartalgan. Men azaldan behuda ishlardan, osmon o'rilib, yerning gumurlib ketishidan ansirmayman. Chunki men nihoyatda bilimli odam tursam, ilm fanni kuchiga ishonaman. Ammo uyga borsam, tomoq yetamasligimdan eng ansirayman.